Instagramimni 24 soatdan keyin yopaman. 29-aprel 18:00 da kechqurun yopamiz. Latipov bilan intervyu qilganimizda o'shanda aytdim. Instagramim insonlarga foyda keltirishni to'xtatgan kun, yaxshilik qilishni to'xtatgan kuni men ham faoliyatimni to'xtataman dedim. Aslida topgan daromadimni xalq biladi, 75%ni, hattoki 25 ham emas, 50 ham emas. 75% благотворительность. Oxir bormi благотворительность? Qachon o'zingizga ishladingiz? Men o'zimga o'zim so'z berganman. Instagramim ishlab tursa, Instagramdan kelgan daromadni katta qismi, ya'ni yarmi ham emas, katta qismi ehsonga ishlatiladi. Instagram to'xtagan kuni ehson ham to'xtaydi. Shunaqa. 25-30 ming dollar qiynalmasdan topadigan profilimni o'z xohishim bilan yopmoqdaman. Balki vaqtincha, balki butunlay yoparman. Uni hali vaqt ko'rsatadi.